Yıllardan buyon urug' tuqqanlari haqida uchurga erishamagan muhojiratdagi Uyg'urlar bu haqda xalqaro taratqularda oshkorlangan va Sharqi Turkistonning Qaraqosh noyasidagi 650 oiladan 3000 dan ortiq kishiga aloqador ma'lumotlarni o'z ichiga olgan Qaraqosh tizimligidan oilasi haqida ba'zi uchurlarga erishdi. Shulardan biri Turkiyada yashaydigan va 3 farzandi bo'lgan Roznisa Mattoqda bo'lib, u Qaraqosh tizimligidagi 597 nomerli hujjatdan 3 yildan buyon aloqalashamagan ochisi Rozniyaz Mattoqning sababsiz 10 yillik kesilganligini, 358 nomerli hujjatdan bo'lsa, sanglisi Fatem Mattoqning 2 dan ortiq farzand ko'rganligi bahonasi bilan 2018 yili 8 martda Qaraqoshdagi 4 nomerli jazo lageriga qamalganligini bilgan. Lekin Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi oldingi hafta Myunxenda o'tkazilgan bexatarlik yig'inida Sharqi Turkistonda yig'ilish lagerlari yo'qligini, xalqning Xitoy Kompartiyasining himoyasida baxtli yashayotganligini aytgan edi. Holbuki o'ttirg'i chiqarilgan hujjatlar va tirik shohidlarning guvohligi Xitoyning Uyg'urlar masalasida xalqaroga yolg'on so'zlayotganligini yana bir qatim oshkorladi. Sharqi Turkistonning Xotan viloyatidan 174 nafar Uyg'urning koronavirusi tahdidiga uchrayotgan Xitoy o'lkalariga avatilganligi bildirildi. Xitoyda Wuhan boshchiligida nurg'un shaharlarda virus andisi sababli ko'chaga chiqish cheklangan bir paytda Xotandagi yerlik doiralar 174 Uyg'urning 22 fevralda maxsus aeroplan bilan Xitoyning Xunan o'lkasi Changsha shahriga 5 emgak kuchi nomida avatilganligini, oy oxirigacha yana 300 kishining avatilganligini e'lon qildi. Doiralar yana bu yilning oldingi yarmida 50 ming kishini ishga o'rnalashtirish nomida Sharqi Turkistonning boshqa joylariga va Xitoy o'lka shaharlariga avatishni planlaganligini aytdi. Muhojiratdagi Uyg'urlar Xitoyda o'ttirg'i chiqqan Wuhan virusining Sharqi Turkistonda kollektiv talafot paydo qilishidan va Xitoyning bu virusni Uyg'urlarni yo'qitishining bahonasi qilib olishdan andish qilmoqda. Eronda koronavirus sababli o'lganlar soni 8 ga yetdi. Turkiya Eron chegarasini taqaganligini e'lon qildi. Turkiyadan boshqa Iroq, Pokiston, Turkmeniston, Kuvayt va Saudiya Arabistonmi Eron chegarasini taqagan edi. Turkiya Sahiyya ministri Koja tunugungacha Eronda 43 kishining yuqumlanganligini, 8 kishining o'lganligini aytdi. Koronavirusining Isroiliya va Liviyada o'ttirg'i chiqishi bilan tunugungacha jami 32 davlatda 78442 kishining bu virus bilan yuqumlanib, 2464 kishining hayotidan ayrilganligini e'lon qildi. Yana bir tarafdan Italiyada yangi tipli koronavirus sababli o'lganlar soni 3 ga yetdi. Ommaviy mudofaa mudiri Borelli axborot e'lon qilish yig'inida koronavirusining hozirgacha Italiyada 152 kishiga yuqqanligini, ulardan 3 nafarning o'lganligini bildirdi. Virusning Italiyaning shimoliy qismlarida tez suratda tarqalishi sababli nurg'un shaharda maktablar o'qishdan to'xtadi. Nurg'un cherkovlar taqaldi. Venetsiya karnaval bayrami koronavirus sababli amaldan qoldirildi. Yevropa İttifaqı tashqi ishlar va xavfsizlik siyosati oliy vakili Josep Borrell Isroilning Sharqi Quddusdagi qonunsiz o'ltiraq rayonlarini kengaytirish qarorining ikki davlatlik hal qilish usuliga ziyonli ekanligini bildirdi. Bu haqda yozma bayonot e'lon qilgan Borrell, Isroilning Sharqi Quddusdagi Gevat Hamatus va Harhoma rayonidagi yangi o'ltiraq rayon qurish qarorining Quddus va Baytul Halim orasidagi jo'grafiyalik butunlikni yo'qotadiganligini ta'kidladi. İsrailiya bosh ministri Netanyahu Sharqi Quddusdagi ikki qonunsiz Yahudi o'ltiraq rayoniga 5200 yangi bino qurilganligini e'lon qilgan edi. Germaniyaning Xonu shahrida 10 ming kishi irqiy terrorlikqa qarshi faoliyat o'tkazdi. Shahar markaziga jam bo'lgan minglagan kishi terrorlik va islom dushmanligiga qarshi shiorlar yozilgan lozunka va plakalarni ko'tarib yurish faoliyati o'tkazdi. Nurg'un ommaviy tashkilotlarning qo'llashiga erishgan faoliyatga hujumda qazo qilganlarning oilalari Germaniyaning boshqa shaharlaridan, Yevropa va Turkiyadan kelganlar ishtirok qildi.
Germaniyaning Xonu shahrida ikki qahvaxonaga qilingan qurolli hujumda turklarni o'z ichiga olgan 9 kishi hayotidan ayrilgan edi.